Hozirgi lavhamiz ham Sho'rchi tumanidan tayyorlangan. Tuman prokuraturasi tashabbusi bilan jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'lib kelgan korrupsiyaga qarshi kurashishga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Muxbirimiz Dilnoza Mamarayeva lavhasi shu haqda. Prezidentimiz rahbarligida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida tuman prokurori va tuman soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirokida korrupsiyaga qarshi kurashish ustuvor vazifa mavzusida tadbir o'tkazishdi. Dastlab huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari tomonidan korrupsiyaning kelib chiqish sabablari va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida zarur ma'lumotlar berildi. Shuningdek, o'tgan yillar davomida soliq xodimlari orasida kuzatilgan korrupsion holatlar tahlil qilinib, har bir soliq xodimi o'z ishiga vijdonan va mas'uliyat bilan poraxo'rlik va ta'magirlik kabi illatlardan yiroq bo'lishi kerakligi qayd etildi. Jamoada korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, fidoyi kadrlarni tanlash va ularga halollik g'oyalarini singdirishning muhim ahamiyati tushuntirildi. Sho'rchi tuman prokuraturasi hamda Sho'rchi tuman huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda hamkor tashkilotlar ishtirokida chora-tadbir belgilab olindi. Shuningdek, korrupsiyani oldini olish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, maktablarga prokuratura xodimlari hamda hamkor tashkilot xodimlari ishtirokida korrupsiyani oldini olish, bundan tashqari korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha tumandagi universitet hamda tuman maktablarida muntazam ravishda darslar o'tib kelinmoqda. Bundan tashqari, hozirda chora-tadbirda belgilangan holat bo'yicha mahallalarda, quyi qatlamlarga borilib, ushbu holat bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Shuningdek, tadbir davomida jamoa ichida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni qaror toptirish, kasbga sadoqatli va halol kadrlarni tanlash, ular ongida poklik va adolat g'oyalarini mustahkamlash zarurligi qayd etildi.